Muşu ata-onamiz bizga muşu jonni yo'riq dunyoga opret qilganligi uchun men deyman, biz ata-onamizga mangu bir umr qarz. Mayli dollar verayli, sayyoq verib o'ynatayli, mayli nima ish qilayli, biz ata-onamizga mangu bir umr qarz. Murtkib qolsa bizning hatto topgan dunyolarimiz, pullarimiz, boyliqlarimiz ata-onamizning tasarrufi ostida, boshqarish ostida. Chunki mayli dadimiz dehqon, onamiz mayli kim bo'lib ketsin, oddiy bir odamning bolalari bo'lsaqmi, biz saltanat surib, pul tepib, yaxshi kunlarni ko'rayotgan bo'lsak, hargiz kerakda biz ota-onamiz mamundaq deyman, manda odamning bo'lma o'zim tirishgan, o'zim qilgan emas. Sen avliyo azam sunu ko'ngib ket, qo'lingdan 80 yangiz ish kelib ketsin. Chunki jonni, hayotlikni mushu yo'riq dunyoga sening kelishingga sababchi bo'lgan shu qo'llar chak yerilib ketgan dehqon ota bilan shu yuzlari qo'riq bosgan, shu yoshligini balam deb o'tkazib o'tgan shu onamsa tamning to'shigidan chiqmaymiz. Rastchimi ma gapga haqiqiy ishni. Men o'zimning hikoyasini deb beray. Ya'ni-chi desangiz, mushuningdan bir oylar burun bir onamiz bilan bir dadimiz meni ziyorat qilg'ili, meni bilan paranglashib kelibdi. Dedi, balam siz bu ko'rishatdik deb mashin bo'lib degidek mashakib mening bilan saq 3-4 soat suhbat bo'ldi. Ama buni qisqacha suhbatning sizlarga deb beray, anglab beqinglar. Ya nima dedi desak, voy balam siz bek o'qimishlik bor ekansiz, jiq o'qibsiz, oqgan ko'kkan sizni beqib cho'nqib, ashtaq yaxshi maktablarda o'qatgan ota-onangizga teni salomat bo'lsin deb ota-onamga yaxshi tilaklarni tiladi. Siz qayerda o'qigan, qanchalik o'qigan degan, men boshlang'ich o'qigan, to'liqsizga chiqib ma'lum sabablar tufayli o'zimning sho'xligi tufayli maktabda o'qimagan, men davlat tilida xanzuchi maktabda o'qigan. Nima deb maktabda o'qimagan degan shu oila iqtisod masalasidan o'zimning sho'xlik sababidan o'qiyolmagan. Siz nadin kelgan bilim bu shunchalik yaxshi gap so'zlarni burundan tortib tarixiy yaxshi gaplarni qilib bersiz. Chunki buni ota-onamninki yaxshi bo'lgan axloq fazilati, dadamning tomirida iqiyotgan shu vijdon, g'ururlik, samimiy rostchilikni menga irsiyat qilgan. Lekin siz ota-onangizdan ranjib baqdingizmi, og'rinib baqdingizmi dedi. Men azaldan opam, dadamdan ranjib baqmadim. Chunki to'rdoshlar men bugun deb beray. Nimishga desangiz, biz endi bir chet sahroyizlarda dadam 20 yoshida uylangan, opam 18 yoshida, opam 19 yosh kirgan yili men tug'ilgan. Dadam 21 yosh kirgan vaqtida mendan qilgan. Dadam mening yoshimda vaqtida men Allohning bir maktabdan chiqib, dadamning butun ishini qilib, itizg'i sukas tug'an so'qadigan, qo'noqning ishini arlaydigan, mushu ishdan tortib men 10 necha yosh vaqtimdan tortib japa hamma ishni qilgan. 7 yosh vaqtimda eriqning ishiga kalni beqib, bir jitim qo'z beqib olatdik, shu kalni eriqning ishida chiqib baqatdim. 10 yosh kirmasdan turib muhur chekishni o'rgangan, zerikishdan maktabdan kelayotgan o vaqtlarda bir tal til adabiyotlar, matematik kitob yo'q, shu ikki talli kitob, hozir qanday kitob yo'q. Nimishga aytsangiz, kalni tushdan keyin maktabdan kelgandan keyin baqmasangiz, sut chiqmaydi, sut chiqmagandan keyin atgan choy bo'lmaydi, unda meni sutini setib, choy tuz qilolmaydi. Shu 7-8 yosh vaqtimdan tortib jitim qo'zni kalni ashtaqib, eriqni ichib baqatdim. Demak, ta'til mezgillari kelib 10 necha yosh kirgan vaqtida haqlab bittal 2 ta kalib baqsa, men 5 ni, 6 ni jangaldek shu soylarda, daryo, qashdaryolardan o'tkazib aralab baqatdim. Lekin ashinchik japalarni tortib, hatto haqlarning nemlariga kirib ketib, mollarim boshqarib bo'lmay. Haqlardan tayoqlarni yeb ketgan bo'lsam, dadamdan ranjib baqmadim. Ajab, men bir tal o'g'ildim. Meni boshqalarga o'xshash yaxshi o'yinchilarni ippas bo'ladi demedim. Chunki balkim meni dadam pissun degandi deb o'yladim. Demak, 16-17 yosh kirgandikinlar maktab deganni o'qimadik-ku. Traktordan birini oldik. Sho'poda shoxchanaydigan traktor. Shu shoxchanaydigan traktorni haydaymi deb kichikina yo'bozga kuchim yetmaydi. Bugun Zununni, At Xalmamatni, O'gillik, yana birsini maykagina adash To'lg'ishbagina, eningdagi qo'shnim Hokimjonni degandek Ashta qish qurib, qaynoq suvdan necha termos, necha chelak qaynoq suvni quyib, qishning qishida o't oldiratdik. To'rbökni kiyatdik. So'g' degan bo'p qoladi o vaqtida. Shuning bilan mingamga so'g'ib ketib, ig'ir biyam bor, menga to'xtamaydi. 10 barmog'imning hammasi ushib ketgan. Demak, shu japalarni tortib topgan 100 ko'y pul topgan bo'lsam, bir kun kesh kirgizmashda g'ang topchani haq ishlayman. 85 so'm pulni dadamga o'rgatdim, 15 so'm pulni o'zim olib, Vangbada o vaqtlarda yilagar pijolar yo'q, kichik pijolardan ilib bir qop shangyanni olib qo'yib, Vangba o'ynatdim.
Demek şu ailenin işine şu vaqtidan tartib kirib nemi ish dehqonchilik qilatdiq, boshqalardan jiqaroq yerlarni teratdiq. Şu dehqonchiliklarga kecha-kechalab bolalarni olib andaman mehmon qilgan bo'latdim, o bo'latdim. O'rib o'z uzidig'ini uzatdi, shoxlarni bog'lab, tiklab, tepidig'ini tepib, xanzochi o'qib qolganim uchun, davlat tilini o'qiganligim uchun yo'ldoshlar bilan qarindosh millatlar bilan burundan tartib ittifoqligim yaxshi. To'ng'izib oqadigan, to'qib oqadigan yo'ldoshlarning uylariga kirib, shu qo'noqlarni 17-18 yosh vaqtimda 80 killik qo'noqlarni müramga ip ko'tirib, bolalar bilan o'tinlab ketib. Pulini tayyor oldigan vaqtida talonni akib dadamning qo'liga tutqizib qo'yatdim, mehribon dadamni. Dadam berib, aqsa pulni ip inib kelatdi. Itizning ichiga qo'noqning ichiga kirib, bir parchadagi 3-4 tup qo'noq suvsiz qilib qolsa, yana bir suv kelgicha shu qo'noqni eriqning ochlardan qashqan sulalan qilsa, kunda til ahanat gap so'z balibat. Shuni qilatdiq, shundoq pishqan. Yig'ildi, liqqini kalavatdi, iliq kalning poqi durgunib ketadi. Uni achiqatdim, salliq moto bilan traktorlarga besib, ya'ni beshiq opirib to'katdim. Kuz kelgan vaqtida hammasidan burun itizga chiqib to'kib etdim. Qo'llar degan buning eshig'i bormasdan turib, dadining eshig'i bormasdan turib, iliq chak-chak yerilib ketgan qo'llar asli mening qo'limdi, mening. Lekin nima uchun degan vaqtida dadam rozi bo'lsa, meningdan naytsi 20 yosh cho'ng dadam. Apam razı olsun deb shularni razı qilish uchun tishimni tishlab, ig'ir ufsunib, qisami shu ishlarni qildik. Lekin bu ota-onani razı qilgandan keyin ishlaringiz bash bo'lib ketadi ekan, hamma jihatdan bash bo'lib ketadi ekan. Endi demakchi degan vaqtida hozir nurg'unlar o'ylaydi, va bu peshonasi o'ng, peshoni o'ng emas. Shu peshonini o'ng qilish uchun odam har vaqt bedel to'lash kerak. Bilim ilish kerak, o'rganish kerak. Cho'qimmi sen oliy maktab o'qib, ota-onang seni yaxshi muhitlarda binqilsin, yanjilsin, bo'sh qilish shart emas. Hamma odamning ota-ona, hamma ota-ona unda boy iqtisodi yo'q bolalarni. Lekin shu ota-onang qilamaganni sen o'zing tirishib, barliq keltirsang bo'ladi. Ota-onang sening buvang, momangni ko'rsatmagan rohatni sen ota-onangga ko'rsatsang bo'ladi. Sen ulardan ağırınıp, ben palançının balsup qalğan bolsam, bankirning ya bo'lmasa bir shahar boshlig'ining ya yezining shujisining, daduyning shujisining balsup qalğan bolsam, men mandaqdim, anda olatdim, men nima uchun mushta bir odamning balsup qoldim desang, haq